Bugun biz sizlarga Danube kompaniyasining rivojlanib kelayotgan Alfurjan rayonida Danube Sparks proyektini tanishtiramiz. Danube kompaniyasi Dubayda eng ishonchli qurilish kompaniyalaridan biri bo'lib, shu paytgacha juda ko'p yutuqlarni qo'lga kiritgan. 42 kvadrat metrda iborat studiya uylarimiz butunlay jihozlangan holda topshiriladi va ko'rib turganingizdek, o'rtani yopib, alohida yotoqxona qilsa bo'ladi. 80 kvadrat metrli uylarimizni ham xuddi shunaqa holatda ikkita yotoqxonaga aylantirsa bo'ladi. To'lov rejasi 70 ga 30 bo'lib, 70% to'lovni qurilish davomida 1% dan to'lab, qolgan 30% ni esa 3 yil davomida to'lab borish imkoni bo'ladi. Bu Danube Sparks proyektida 20 dan ziyod qulayliklar, ya'ni sport zallari, infinity basseyni, sog'lomlashtiruvchi spa xizmatlari, basketbol o'yingohi, landshaftli bog'lari, bolalar o'yingohlari, barbekyu zonalar, savdo do'konlari, avtomobil turargohlari, restoranlar va boshqa qulayliklardan iboratdir. Bu proyekt joylashgan joyi metroga piyoda 10 minutlik masofada bo'lib, Dubay Marina va Palm Jumeirah oroliga 15 minutda, Ibn Battuta savdo markaziga 10 minutda borish imkonini beradi. Bor yo'g'i $13,700 boshlang'ich to'lov bilan $245,000 dan boshlanadigan uylarimizda oldindan rezerv qilishingiz mumkin bo'ladi. Danube Sparks proyekti broshuralari, to'lov rejasi va kvadraturalarni bilish uchun kommentariyada Danube so'zini yozib qoldiring va biz sizga aloqaga chiqamiz.